Salom do'stlar, bugun sizlarga Istanbuldagi Mar Aquarium degan akvariumga kelgan ishni ko'rsatmoqchi. Istanbulga Qurbon hayit kelgan tok. Bu dengiz asti akvarium Üsküdar bilan Ümranining o'rtasidagi bir yerdagi. Shunda pezgan ko'ngillik nurg'unlig'in dengiz balıkları hayvanları bakın. Oğlum deniz balıklarını yaxşı ko'rgachga shuni kelgandim. Biz faqat balıklar bo'lib qolmasdan boshqa nurg'un hayvonlar borki, yılan bo'lsin, boshqa shu ko'ngildagi shuna omoq hayvonlar borki, o'shaga agar kelib qolsanglar tavsiya qilamiz. Bahası muvofiqkan. Chet elliklar, yabancılar uchun sal qimmatgan. 1200 TL atrofida. Agar turk vatandaşı bo'lsanglar 500 TL arzonkin. Pulug tushliq ichida shundoq nurg'unlig'in hayvonlar, pingvin bo'lsin, nurg'un hayvonlarni ko'ra oladigansan. Ko'ngildagi miyada 3 metrlik cho'ng bir timsoh ekan to'p. Oğlum şu nurg'un balıklarni, hayvonlarni ko'rib degan heyecanlanıp shunda hoş bo'ldi. Hem tatlı su hem deniz suyu balıklar borki, maymunlar degandek. Shunda bezkim. Agar kelib qolsanglar o'shani tavsiya qilaman. Bolalarni elib, ailecik kirib aynab chiqsanglar xil bezkin. Yo'g'on, yılanlar, İşte burun kırıp bağım falan nurg'un hayvanlarını ko'rdi oğlum. Ben bunu şu fırsatını paylaşıp ben bunu ko'rib aldım. Eski bir nurg'unlig'in deniz asti hayvanları. Hem bunun içi salqinlig'i teşe bek issiq dema Qurbon bağın tok. Bunun içi salqin, aşı balıklarni ko'rib yarım saatten 45 minutgacha. Yo biz 1 saat aynıptımız. Shunda pezi. Aynıp asta aylansanglar belki 1,5-1,5 saat atrofida ko'rib qoladi ekansizlar. Bo'ldi, yana shundoq videolar uchun meni takip qilib olinglar. Xayr xo'sh.